Assalomu alaykum. Xush kelibsiz aka. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Salomatlik yaxshimi? Charchami? Yaxshi yo'qmi? Bu nechanchi kelishingizni? Ikkinchi. Ismingiz nima edi? Murodjon aka. Qanday bo'lyapti o'zgarishlar? Yaxshi. Holatlar qanaqa bo'ldi? Davleniylar jinni tushdi. Davleniyalar yaxshi, alhamdulillah. O'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Dori-porilar ham beriladi. Dori ichdim. Dorilar ikki xil Ikki dori. xil dori. Qo'lingiz beringchi. Bismillah. Kelganingizga 3 kun bo'ldimi? Ha, 3 kun bo'ldi. 3 kunda. Ko'z tegmasa yaxshi o'zgarishdi. Tomirlarda elastiklik oshgan. Qon tomirlaringiz bo'sh, bemalol. Holat yaxshi. Tilingizni ham tekshirib ko'ring. Parhez ham turilibdimi? Yo'q, hozir paxta. Ya asabga jicha ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Davleniyasi borlar ayniqsa asabga juda ehtiyot bo'lmasak. O'zingiz ham ayniga qarab ko'ring-da, tilingiz qaltirab qolyapti. Sal asab tezroq ekan. Jicha ehtiyot qilishimiz kerak shuni. O'zingiz qanaqa endi ish joyingiz qayerda, nimalar qilasiz? Farg'onada shoshilinch. Asabiy ishmi? Qanaqa dedingiz? Shoshilinch tibbiy yordamda. Ha, skoriyaga ishlasizmi o'zingiz? Ha, doktorlar ichida bo'ldi. Ha. Ishdi u dorilar jin deb qoldiryapti, keyin nima qilyapti? Ko'tarib yuboryapti. Vaqtinchalik bo'lib qolyapti. Dorilarni u doktorlar asl yozib berishdi. Ko'p ichdingiz. Ko'p ichgan dorilar. Aynan. Shifo bersin, ishlayverasiz inshaalloh mana. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz aka? Bosh kech payt ertaman og'ridi bosh. Endi hozir mana kelganiga 3 kun bo'lgan bo'lsa, shu bir kunda ham bildirdi-da. Yengillik bo'ldi. Ha, kechirasiz. Hali nimaga o'xshab gandraylab qolyapti, davleniyasi bor odam, o'rtabi. Mana mas odamga o'xshab bosh. Siz skoridagcha ishlaysiz, bunaqa ichish mumkin emas ham, o'zi siz ichadiganga o'xshamaysiz, lekin o'sha kayfga o'xshab qolyapti odamlar. Bosh og'irligi, 180 ashunaqaga chiqib ketadi. Yo'q, hozir juda zo'r. O'zingiz me'yoringizga tushib qolibsiz hozir. Tomiringizdan ko'rdim, ko'z tegmasin, 120 ga 80 chiqib qoladi hozir. Dori ichaverib. Bu ikkinchi kelishingiz. Ha, xudo xolasa yana ham yaxshi bo'lib ketadi. Hozir endi yurak sohasiga e'tibor beramiz aka, xudo xolasa. Bolalar chiqishda kirib bo'lmasam boshlayverasizlar, idishlaringizni olib kelib olgansizlar o'zingizga. Xo'p bo'ladi. Alloh Alloh komil shifo bersin aka. Xo'p.